Assalomu alaykum. Bizda oxirgi operatsiya mana tayyorlashyapti bo'yin. Ну, bemorda aytmoqchi bo'lgan narsam, bemor yurish kolyaskada qolgan, oyoqda harakatlar juda sust. Eng katta muammo malitoza narushina boshlangan, ya'ni sich bilan problemalari. Eng achinarli holatlardan bittasi bitta bemorda grija deb lechina qo'shavergan, ya'ni bu lechina bilan yaxshi ketardim, oxiri bemor yurolmay qoladigan darajaga tushib qolgan malitoza narushina bilan. Ну, maslahatim vrachlarga e'tiborli bo'lish kerak. Mana bitta milamaliatsiya boshlangan, orqa miya mana oqarib qolgan joyda ko'radigan bo'lsangizlar. Bitta orqa miya o'lishni boshlagan o'zi. Shuni hisobida malitoza narushina bor. Bunaqa holatda MRTda ko'rganda milamaliatsiya ko'rdingizmi, pastda qo'lda oyoqda anaqa slavis boshlandimi, уже bilingki bitta sentralniy gnez ketyapti. Uni faqat operatsiya qilib, dekompressiya qilib, ya'ni kanal holatini tiklab bo'shatib qo'yish kerak. Bunaqa holatda konservativniy lecheniya umuman hech qanaqasiga yordam bermaydi. Bu konservativniy lecheniya bilan davolayman deyish mumkin vrachlar, lekin o'zi oxir-oqibat yurolmay qolgandan keyin endi vrachga borib operatsiya qildir deydi. Bu noto'g'ri taktika, chunki o'zi orqa miya zararlanib bo'ladi unda. Uni operatsiya qilgan bilan to'liq orqaga tiklanadimi yo'qmi, kim garantiya beradi? Hech kim garantiya bera olmaydi. O'rtada bemor qiynaladi. O'shaning uchun shunaqa holat bo'ladigan bo'lsa, kimda shunaqa bemorlari bo'ladigan bo'lsa, vrachlardan iltimos e'tiborli bo'lib, sentralniy gnez, ya'ni sentral simptomlar asosan sentralniy bo'lsa, uni lучше neyroxirurgga yoki shu soha bilan shug'ullanayotgan ortoped travmatologga jo'natganingiz eng ma'qul yo'l.